Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid fastaqimu ilayhi wastaghfiruhu va waylun lil mushrikin. Ey Muhammad alayhisalom, ularga ayting: hech shak shubha yo'qki, men ham xuddi sizlar kabi bir odamdirman. Menga Robbingiz yolg'iz Allohning o'zi ekani vahiy qilinmoqda. Bas sizlar uning o'ziga to'g'ri toat ibodatda bo'lingiz, mustaqim bo'ling, undan mag'firat so'rang, mushriklarga esa halokat bo'lgay. Mana endi bu oyatda fastaqimu ilayhi, u uchun mustaqim bo'ling deyildi. Kishini mustaqim bo'lishligi, to'g'ri bo'lishligi Alloh uchun bo'lishligi kerak. Mustaqimsiz Alloh uchun, odamlarning ko'ngli uchun, biror bir mukofotni qo'lga kiritish uchun, falonchilarga yoqish uchun, ularning ko'nglini ovlash uchun emas. Chunki mustaqim bo'lsangiz, bular ham bor. To'g'risiz, tarozdan urmaysiz, rost gapirasiz, mustaqimsiz. Agar shu sifat sizda bo'ladigan bo'lsa, odamlar tomonidan ham sizga foyda bo'ladi. Hurmat qiladi, ishonadi, nasiyaga beradi, ancha-muncha narsalarni nima qiladi, uslubga qilib qo'yadi bizning tilda. Endi sizni mustaqim bo'lishligingiz, istiqomangiz Alloh uchun bo'lishligi kerak, odamlar uchun emas. Fastaqimu ilayhi, u uchun mustaqim bo'linglar. Biz birodarlar qanchalar Alloh taolo uchun o'zimizni xor tutsak, Alloh taolo bizni shunchalar ko'taradi. Alloh uchun qanchalar sabr qilsak, Alloh bizni shunchalar aziz qiladi. Qanchalar Alloh taologa biz itoatda bo'lsak, Alloh taologa qanchalar bo'yin sunsak, Alloh taolo boshqalarni siz bilan bizga bo'yin sundirib qo'yadi. Alloh taolodan haybatlansak, bizdan ham odamlar haybatlanadigan bo'ladi. Agar qalbimizdan Allohdan bo'lgan haybat ko'tarilib ketadigan bo'lsa, odamlar ham bizdan haybatlanmay qo'yadi. Birodarlar, bu qonun. Qanchalar Allohga egilasiz, o'zingizni xor tutasiz, sabr qilasiz, haybatlanasiz Allohdan, Alloh sizni har tomondan ko'taradi. Endi buni aksi bo'lsin. Alloh bilan umuman ishingiz bo'lmasin. Xohlaganda yashang. Alloh bilan hech qanday kor ishingiz bo'lmasin. Alloh taolo sizni o'z holingizga tashab qo'yadi, xor bo'lasiz. Chunki birodarlar, azizlik istiqomada, mustaqim bo'lishlikda, azizlik Allohga xor bo'lishlikda. 4-oyat. Istiqomaning yangi ma'nosi. Va allav istaqomu ala tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa. Mana endi mustaqim bo'lgan bandani rizqi keng bo'lishligiga ishora. Albatta, agar ular mustaqim bo'lganlarida, to'g'ri yo'lda ustuvor turganlarida nima bor ularga? Albatta biz ularni imtihon qilish uchun mo'l yomg'ir bilan sug'organ bo'lar edik. Ya'ni rizqini keng qilib qo'ygan bo'lar edik. Kimki Parvardigorining zikridan yuz o'girsa, u zot uni qattiq azobga yo'llar. Mana mustaqim bo'lishida yana bitta foydasi, rizqingizda baraka bo'ladi. Birodarlar, rizq yozilgan. Iymon keltirganmiz. Kishi onasining qornida 4 oyga to'lgan kuni farishta kelib rizqini, ajalini, amalini, baxtli yoki baxtsiz bo'lishini yozgan. Rizq yozilgan. Siz musulmon bo'lasizmi, kofir bo'lasizmi, fosiq bo'lasizmi, taqvodor bo'lasizmi, u rizq keladi. Faqat taqvoda bo'lsangiz, mustaqim bo'lsangiz, barakotli bo'lib keladi. Fosiq, fojir bo'lsangiz, barakatsiz bo'lib keladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning shu mazmunda hadislari bor. Banda dedilar Rasululloh, qilgan gunohlari sababli rizqining ba'zisidan, rizqining ayrimlaridan mahrum bo'lib qoladi. Rizqidan mahrum bo'ladi emas. Agar qilgan gunohi tufayli umuman rizqidan mahrum bo'lishi bo'lsa, kofirlar umuman ochidan o'lib ketish kerak. Fosiq, fojirlar umuman nima deydi, gaday bo'lib ketishligi kerak. Yo'q, Rasululloh aytibdilar, kishi qilgan gunohi tufayli rizqining ba'zisidan mahrum bo'ladi, ya'ni rizqini barakotidan. Shuning uchun 10 ta odam ishlashi shart emas bitta uyda. Osoyishta, xotirjam hayot bo'lishligi uchun. 2 ta yo bitta odam ishlasa yetadi. Faqat shu xonadon egalari mustaqim bo'lsin, Alloh taolo barakot beradi.
Dada ishga ketdi, bo'ldi. Kelinlar, qizlar, ayollar telefonga gapirishib olgan. Endi u erkak yuribdi ko'chada, shu xotinga, bola chaqamga rizq topib kelaman deb, uydagilar, ahillar mustaqim bo'lsin. O'sha maza bemaza narsa bilan ovora bo'lmasin. Namozini vaqtida o'qisin, Qur'onni tilovat qilsin, zikrda bo'lsin, uyini pokiza tutsin, Alloh uchun. Ular ham mustaqim bo'lsin Alloh uchun, eridan qo'rqqanligi uchun emas. Shunda bitta odam ishlasa yetadi, birodarlar. Ishonaveringlar, yetadi. Shuning uchun 5 kere 5 25. 100 yil burun ham shunaqa edi, 1000 yildan keyin ham shunaqa. Mana barakotli osoyishta, osuda hayot kechirishni siri mustaqim bo'laylik, tamom. Agar ular to'g'ri yo'lda ustuvor bo'lganlarida, ya'ni mustaqim bo'lganlarida nima bor edi? La asqaynahum ma'an ghadaqa. Ularni biz mo'l yomg'ir bilan rizqlantirgan bo'lar edik. Ya'ni rizqiga baraka bergan bo'lardik deydi. Istiqomaning birinchi mevasi mulkchilik, serobchilik. Bu Alloh taoloning va'dasi. Istiqomaning mevasi bu barakali yomg'ir, mo'tadil kelayotgan samo suvi. Albatta bu ilohiy marhamat. Mana Alloh taoloning Al-Musa'ir ismini o'tdik Asmaul Husno darslarida. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning oldiga kelib, "Ya Rasululloh" deyishdi sahobalar. Narx-navolar Madinada ko'tarilib ketdi. "Sa'irlana, narxlarni cheklab belgilab bering." Rasululloh xohlamadilar narxni belgilashni dedi. "Innallohu huval musa'ir" dedilar. Narxlarni Alloh taolo belgilaydi dedi. Qana qilib? Narx-navo birodarlar, dehqonchilikka bog'liq. Dehqonchilik serob bo'lsa, narx-navo arzon bo'ladi. Endi dehqonchilik nimaga bog'liq? Nimaga bog'liq? Ob-havoga bog'liq. Ob-havo kimning qo'lida? Ana, ob-havo Alloh taoloning qo'lida. Demak, mustaqim bo'lasiz. Ob-havo mo'tadil keladi, kerak bo'lganda yomg'ir yog'adi, kerak bo'lganda ob-tog' chiqadi, dehqonchilik zo'r. Binobarin narx-navolar ham arzon bo'ladi. Albatta agar ular to'g'ri yo'lda ustuvor bo'lganlarida, biz ularni mustaqim bo'lganlarida, biz ularni imtihon qilish uchun mo'l yomg'ir bilan sug'organ bo'lar edik. Demak, insonlar mustaqim bo'lsa, ularning ustiga xayriyat yomg'iri keladi. Endi istiqomadan chiqib ketsa odamlar, mustaqimlikdan chiqib ketsa, samo suvi kamayadi. Qachon hayo suvi kamaysa, samo suvi kamayadi. Qachon ayollarning go'shtlari arzon bo'lsa, chorvalarning go'shtlari qimmatlashadi. Ayollarning jasadlariga, ayollarning badanlariga, tanasiga yetishlik oson bo'lsa, ayollarning tanalari arzon bo'lib ketsa, fahsh yoyilsa, ayollarning hayosi, iffati ko'tariladigan bo'lsa, ayollarning go'shti arzon bo'lsa, chorvalarning go'shti qimmat bo'ladi. Birodarlar, bu Alloh taoloning bu koinotga qo'yib qo'ygan sobit qonunlari. Agar odamlar uchun Allohning hukmlari qadrsiz bo'lsa, odamlar uchun Allohning hukmlari qadrsiz bo'lsa, bu odamlar ham Alloh uchun qadrsiz bo'ladi. Bu darslarimizni avvalida ikkita hadisda aytganmiz. Mana shu ikkita hadis bizning shiorimiz tazkiyatun nafs ilmida. Payg'ambarimiz aytadilar: "Man arafa nafsahu, arafa robbahu." Kim o'zini tanisa nafsini, Robbisini taniydi. Ikkinchi hadisimiz: "Man amila bima alima, awrasahullohu ilma ma lam ya'lam." Kim bilgan ilmiga amal qilsa, Alloh bu bandaga bilmagan narsalarning ilmini berib qo'yadi. Mana mustaqim bo'lsak, barakot kelishini bildik. Endi amal qilaylik-da. Barakot keladi. Endi bilganimizga amal qilganligimiz uchun yana bilmagan narsalarimizni ham ilmini beradi. Nima degani bu? Boshqalar eshitib tushunmagan narsani darrov tushunasiz. Boshqalar qarab ko'rmayotgan narsani darrov ko'rasiz. Bilganiga 100% amal qilgan Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam bo'ladilar. Undan keyin sahobalar bo'lishadi. Undan keyin tobiinlar bo'lishadi va hokazo. O'shuning uchun qaranglar-da, ular bilgan ilmiga amal qilishuvdi, dunyoni Alloh taolo ularning oyog'ini tagiga to'kib qo'ydi.
Ular bilgan narsasiga amal qilishuvdi. Alloh taolo ularni tuya haydab yurgan, qo'y haydab yurgan, teze hidi kelib turgan sahroya arablarni butun dunyodagi ummatlarga ustoz qilib qo'ydi. Aytdi-ku, Alloh uchun ular xor bo'ldi, nafsini xor qildi, Alloh ularni aziz qildi. Ular Alloh uchun sabr qildi, Alloh ularni ko'tardi. Biz shuna qila olmayapmiz-da hozirgi ummat. Mana bugun eshitdik. Mustaqim bo'lsak, barakotli yomg'ir bo'lar ekan. Mustaqim bo'lsak, rizqimizda barakot bo'lar ekan. Mustaqim bo'lsak, dunyoda osuda hayot bo'lar ekan. Ko'p pul topish shart emas, birodarlar. Halol, barakali pul topish kerak. O'shuning uchun nech pul topasan, bu ishni qilsang deb so'ramanglar. Alloh yozgan pulni topib keladi. Faqat qanaqa pul topasan deb so'rashlik kerak. Qanaqa pul topasan? Barakotli pul topaylik, birodarlar. Insonlar tirikchiligi halolmi, harommi farqiga bormay qo'ysa, Allohning amriga beparvo bo'lsa, bunaqa bandalar Alloh uchun ham qadrsiz bo'ladi. So'rang o'zingizdan. Biror yangi ish boshlamoqchisiz, bir kasb yoki bir tijoratga kirishmoqchisiz, yoki bir yangi bir tovar olib kirmoqchisiz tijoratingizga. Sizni qiziqtirganmi? Shariatda nima deyilgan bu masalada? Yangi ishga kirishmoqchisiz, domlaning oldiga borib so'raganmisiz? Domla, mana bu ishni qilmoqchiman, mumkinmi deb? Yo qilib bo'lib turib, yarmiga borib, problemaga kirgandan keyin yechimini so'raganmisiz? Agar bizga Allohning hukmlari qadrsiz bo'lsa, biz ham qadrsiz bo'lamiz. Astagfiru billah. Qul huval qodiru ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum shi'an wa yudhiqu ba'dakum ba'sa ba'd. Unzur kayfa nusarrifu al-ayati la'allahum yafqahun. Ayting deyapti Alloh taolo An'om surasida. U sizlarga ustingizdan yo oyoqlaringiz ostidan azob yuborishga yoki sizlarda guruh qilib aralashtirib qo'yib, jangi jadallarda biringizga ikkinchingizning zararini tottirib qo'yishga qodir bo'lgan zot. Qarang, anglab yetarmikinlar deb oyatlarimizni qanday bayon qilyapmiz. Agar sizga Allohning hukmi qadrsiz bo'lsa, Allohning shariati bilan ishingiz bo'lmasa, Alloh qodir. Baloni ustingizdan ham tushirib qo'yadi, oyog'ingizni taydan ham chiqarib qo'yadi, oranglarga solib qo'yadi fitnani. Biringlarni go'shinglarni biringlar yeysizlar deyapti. Mana vulqonlar, chaqmoqlar, zilzilalar, uraganlar, smerchlar, tabiiy ofatlar. Birodarlar, bularning bari Allohning iqobi deyiladi. Allohning jazosi deyiladi. Endi mustaqim bo'lgan bandaga bu xavotir yo'q. Bu qo'rquv yo'q. Kelajakdan xavotir yo'q, o'tgan narsasiga pushaymoni yo'q. O'tgan darsimizda aytdik-ku, bugungi shirin kunimizni achchiq qiladigan narsa ikkita. O'tib ketgan ishlarni eslab pushaymon yeyish va kelajakda kelishi mumkin bo'lgan narsalarni o'ylab xavotir qilish. Ammo mustaqim banda o'tmishidan pushaymon ham bo'lmaydi, kelajagidan qo'rqmaydi ham, bugungi kuniga rozi bo'ladi, binobarin baxtli yashaydi. Seni birodar istiqoming, mustaqim bo'lishliging Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning istiqomasiga o'xshashligi kerak. Rasululloh Alloh uchun mustaqim bo'lganlar. Seni istiqoming Zayd uchun yoki Amr uchun bo'lish kerak emas. Istiqomaning samaralaridan Alloh taolo senga yengilligini beradi, sendan qayg'uni, g'amni, tashvishni, torlikni va siqilishlikni ketkazadi. Biz Alloh uchun mustaqim bo'lishimiz kerak ekan. To'g'ri bo'lishimiz, pariyatishni bo'lishimiz Alloh uchun bo'lishligi kerak ekan. Ikkinchisi, agar biz mustaqim bo'ladigan bo'lsak, Alloh taolo biz ustimizga mo'l ko'l, barakali yomg'ir yog'dirar ekan. Rizqimiz keng bo'lar ekan. Faqat istiqomamiz Alloh uchun bo'lishligi kerak. 3-o'qigan oyatimizda, agar bandalar Allohning hukmiga beparvo bo'lib, xohlagan ishini qilib yashaydigan bo'lsa, Alloh bunaqa bandalar ustidan ham balo yog'dira oladi, oyog'ini taydan ham balo chiqarib qo'ya oladi va bir-birlarining orasiga fitna solib, bir-birlarini ikkinchlarini zararini tottirib ham qo'yishlikka qodir bo'ladi. Demak, birodarlar, mustaqim bo'lish bu to'g'ri bo'lish degani. Uyingizda ham to'g'risiz, ko'chada ham to'g'risiz, shefta oldida turganda ham to'g'risiz, shagirtni oldida turganda ham to'g'risiz.
Mustaqim banda ustida kamera bo'lish kerak emas, shart emas. Mustaqim banda klient qarab turgan bo'lsa ham, qaramay turgan bo'lsa ham nima qiladi? Ammo Alloh taoloni tanitadigan maxfiy ilmni o'rganishlik uchun birodarlar, bu narsalar kifoya qilmaydi. Insonga riyozat kerak. Riyozat bu inson o'zini, nafsini, jonini u xohlayotgan narsalardan tiyishligi, jonini qiynashligi, jonini mehnatga solishligi, shariy hukmlarni ado qilishlikka majbur qilishligi. Riyozat. Bu odamlar ko'rish uchun qilinadigan amal emas. Odamlar bilib qo'yish uchun tutiladigan roza, odamlar ko'rib qo'ysin deb o'qiladigan namoz, odamlar xabardor bo'lsin deb qilinadigan saxovat emas. Riyozat hech kimga ko'rsatilmasdan qilinadi. Xolis Alloh uchun qilinsa, mana shu ish shunda riyozat deyiladi. Xolis ihson qildingiz, hech kimga bildirmadingiz. Birov maqtamadi. Keyin takror qilishlik qiyin bo'ladi. Ha, oshkora qilganingizda sizni yana shu ishni davom etkazib ketishligingizga turtki bo'ladigan odamlarning duosi bo'ladi, odamlarning ko'z yoshlari bo'ladi, odamlar qilgan yaxshiligingizni ko'rib yig'laydi. Bu sizni keyin shu ishni yana qilishlikka undaydigan omil. Ammo xuddi shu ishni hech kimga ko'rsatmasdan qilsangiz, bo'yingizni ilhomlantiradigan, shijoatlantiradigan narsalar yo'q bo'lsa odamlar tomonidan, yana takror shu narsani qilishlik qiyin bo'ladi. Demak, xolis Alloh uchun qilingan bo'lsa riyozat, yana davom etkazaverasiz bu ishni. Pokiza qalb, toza jasad Alloh uchun xolis riyozatda bo'lish kerak. Toza jasad harom luqmadan pokiza, toza qalb, gina, kudurat, adovat, g'iybat, qalb kasallardan pok bo'lasiz. Alloh uchun xolis riyozat, shundan keyin oliy himmat kerak. Munofiqlar ham namoz o'qishgan birodarlar, ammo ular namozga yalqovlik bilan turishgan, odamlarga ko'z-ko'z qilishlik uchun riyoga namoz o'qishgan, Alloh taoloni ko'p zikr qilishmagan va muhabbatsiz o'qishgan namozni. Qarang, namozni o'qiyapti, biz ham o'qiyapmiz. Lekin mo'min odamni, Allohga oshiq bo'lgan mo'min bandani namozi bilan munofiqning namozining farqi bor. Biz qalbini bilmaymiz, masjidga kirib namoz o'qib chiqib ketaveradi, bir xil do'ramiz hammani. Ammo aslida bir xil bo'lmaydi odamlar. Oliy himmat bilan namoz o'qiysan, xolis bo'lasan. Shunda Alloh senga boshqalarga bermagan narsani beradi, boshqalarga eshittirmagan narsani eshittiradi, boshqalarga ko'rsatmagan narsani seni ko'zingga ko'rsatadi. Hanzala radhiyallohu anhu ko'chaga chiqdi. Munofiq bo'lib qoldi Hanzala. Munofiq bo'lib qoldi Hanzala deb baqirib qoldi. Abu Bakr Siddiq ko'rib roziyallohu anhu, nimaga bunaqa deyapsiz dedi. Aytdiki, Rasulullohning huzurida turganimda bir boshqacha holatda bo'laman. Rag'bati oxiratga bir kuchli, Allohga muhabbati bir baland bo'lgan, ko'tarilgan yuksak holatda. Uyimga kirganimda boshqacha bo'lib qolaman. Munofiq bo'lib qolmadimmikin deb xavotir olib chiqdi. Abu Bakr Siddiq eshitib turib, menda ham shunaqa bo'ladi dedi. Bizda ham shunaqa bo'ladi. Allohning zikri, nafsimizni tarbiyasi, tazkiyatun nafs haqida eshitganimizda qalblarimiz boshqacha holatda bo'ladi. Lekin uyga borganda boshqacha bo'lib qolamiz. Abu Bakr Siddiq ham menda ham shunaqa bo'ladi dedi. Yuring Rasulullohning oldiga. Kelib Rasulullohga holatini aytishdi. Shunda Rasululloh aytdilar: "Law annakum takununa ala kulli halin ala al-hali allati antum alayha indi, lasafahatkumul malaikatu bi akufihim va lazaratkum fi buyutikum." Rasululloh aytdilar: "Agar sizlar har bir holatingizda meni oldimda turgandagi holatda bo'la olganingizda edi, malaikalar sizlar bilan qo'l berib ko'rishgan va sizlarni uylaringizda ziyorat qilgan bo'lar edilar." Rasulullohning oldida turgan paytda iymoni qanaqa bir ko'tarilgan, iymoni bir oliy maqomga yetgan. Agar doim shunaqa yura olganinglarda farishtalarni ko'rardinglar. Ular kelib qo'lini berib ko'rishar edi, uylarga borib ziyorat qilardi. Demak, insonni ruhiy holati, iymoniy holati mana shunaqa ko'tarilib tushib turar ekan. Gohida yuksalar ekan, gohida pasayar ekan, susayar ekan. Gina kuduratdan, hasaddan, kibrdan, xudbinligidan pok bo'lgan qalb. Harom luqmadan, harom moldan toza jasad, oliy himmat, itoat, riyozat.
Agar mana shu narsalar sen bilan menda bo'lsa, birodar, Alloh azza va jalla o'zining ahboblariga, habiblariga, do'stlariga bergan shu maxfiy ilmni beradi, senga ham nasiba beriladi. Himmat. Himmat nima degani? Saxovat, to'g'rimi? Himmat nima? Bizda oliy himmat inson desa faqat nima tushuniladi? Saxovat tushuniladi. Demak faqatgina boy odam oliy himmat bo'lishi mumkin ekanda unda. Ulul himma deyiladi arab tilida, oliy himmatlik. Bizda tushunchada oliy himmat faqat boylar bo'lish kerak. Kambag'allar, to'g'ri, masalan, faqat pulga taqalsa oliy himmatlik. Kambag'allarda bunga imkoniyat yo'q. Birodalar, oliy himmat degani oldingizga yuksak, oliy maqsadni qo'yishlik. Masalan, kurashdan rayon chempioni bo'lsam bo'ldi dedimi bittasi? Bu oliy himmat emas bu. Olimpiyskiy o'yinlarda, Olimpiya o'yinlarida men birinchi o'rinda olaman desa, mana shu oliy himmat bo'ladi. Oliy himmat maqsadni eng oliysini ko'zlashlik. Sport bo'lsin, tijorat bo'lsin, ilm bo'lsin, hunar bo'lsin, siz yetishingiz mumkin bo'lgan eng oliy maqsadni ko'zlashlik oliy himmatlik deyiladi. Anbiyolarning himmati ikki narsaga ta'alluq topgan. Birinchisi Al-Aliyul A'la bo'lgan Alloh taologa ta'alluq topgan hamda haloyiqning salohiyatiga ta'alluq topgan. Martabangiz qanchalar yuksalgani sari himmatingizni doirasi ham kengayib boradi. Martabangiz Allohning huzurida martabangiz qanchalar yuksalgan sari himmatingizni doirasi shunaqa kengayib boradi. Ya'ni misol bir baland toqqa ko'tarilishni boshladingiz. Ko'tarilganingiz sari ko'zingiz kengroq maydonni ko'radigan bo'ladi. Ko'tarilgan sari maydon kengayaveradi. Tog'ning cho'qqisiga chiqqaningizda esa juda ham katta masofani ko'rasiz. Xuddi shunga o'xshagandek, Allohga yaqin bo'lganingiz sari birodar, himmatingiz doirasi kengayib boraveradi. Allohga yaqin banda dunyoda mayda-chuyda masalalar bilan ovora bo'lmaydi. Kelib ketadigan o'tkinchi dunyoni matohiga siqilavermaydi. Hayotini dunyoni arzimagan matohiga sarf qilib Allohning rizosi degan niyatni, himmatni, maqsadni oldiga qo'ygan bo'lsa, bu yoqdagi narsalarga parvo qilmaydi. Oliy himmat nima ekan? Oliy maqsadni oldiga qo'yishlik. Allohdan uzoqlashganingiz sari pastlab borasiz. Binobarin ko'radigan doirangiz ham torayib boradi, yerga tushganingizdan keyin oldingizdagi narsadan boshqa narsani ko'rmay qo'yasiz. Himmati oliy bo'lmagan insonning g'ami nima? Uyim, joyim, pulim, qornim, huzur halovatim. Holim yaxshi. Boshqalar bilan ishim nima? Mana shu himmatsiz odamning ishi. Ko'chani boshida aroq sotyapti. Menga nima? Menga tegmayapti-yu. Mana shu himmati yo'q odam bo'ladi. Qo'shini namozga chiqmayapti, talavaga chiqmayapti, qo'shini jumaga chiqmayapti. Menga nima? O'zim yaxshiman-ku. Yo'q, oliy himmat unaqadan bo'lmaydi. Yaxshi gapiradi. Jumadan avval olib borib, yur, ikkita somsa beraman deydi, to'g'ri masjidga olib keladi. Yo'lini qiladi shu jumaga olib kelishlikka. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Abu Zar G'afforiy roziyallohu anhu dan rivoyatda, "Inni ara ma la tarawun va asma'u ma la tasma'un." Men deyaptilar Rasululloh, sizlar ko'rmagan narsani ko'raman, sizlar eshitmagan narsani eshitaman. Nima uchun? Chunki u zot oliy himmat egasi. Yer yuzida bo'lishi mumkin bo'lgan eng oliy himmatning egasi. U zot sollallohu alayhi vasallam Allohni rozi qilishlik maqsadi. Bitta maqsad shu. Shuning uchun Alloh taolo bu bandaga boshqalarga bildirmagan, boshqalarga ko'rsatmagan, boshqalarga eshittirmagan narsani eshittirdi. Aytayapti, sizlar ko'rmagan narsani ko'raman, sizlar eshitmagan narsani eshitaman. Himmati oliy bo'lgan inson qanaqa bo'ladi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Toifga chiqib, toshbo'ron bo'lib qaytdilar. Toshbo'ron qilishdi, xorlashdi. Qurayshning sayyidiga shunaqa muomala qilishdi. Rahmatan lil alamin bo'lgan payg'ambarga shunaqa muomala qilishdi. U zot sollallohu alayhi vasallam parvo qilmayaptilar. Ularni qarg'ash, ulardan xafa bo'lish emas, aksincha aytayaptilarki, Allohumma hdi qavmi innahum la ya'lamun. Parvardigor, qavmimni kechirgin. Bular nima qilayotganini bilishmayapti. Agar siz himmatingiz oliy bo'lsa,
Allohning nazdida hurmatingiz baland bo'lsa, yomon ko'rmaysiz, rahmingiz keladi. Payg'ambarimiz toshbo'ron qilganlarni, toshbo'ron qilgan mushriklarni payg'ambarimiz qarg'amasdan Parvardigor qavmim deyapti. Arabida ular qavmim, ularni kechirgin, zero ular nima qilayotganini bilmayapti. O'zingizni bilib qo'ying, qaysi maqomdasiz? Yomon ko'ryapsizlarmi fosiq fojir yurganlarni yoki rahmiylar kelyaptimi? Agar faqat yomon ko'rayotgan bo'lsak, hali biz ancha past darajada ekanmiz. Endi rahmimiz kelishni boshlaganda, demak ko'tarilgan bo'lamiz. Har bitta mahluqqa nisbatan qalbingda shafqatni his qilmayotgan bo'lsang, bilginki bu yomon martaba. Ilhom. Bu xos fahm, xos farosat. Ilhom. Nima bu? Ilhom xolis qilingan ibodatning mevasi. Ilhom nima? Ilhom Alloh bilan sodiq bo'lganingning mevasi. Birodarlar, Allohning kitobini anglashlik ulug' ne'mat. Oyatlarini haqiqatini tushunishlik, sahih dalolatini bilishlik bu ulug' in'om. Man amila bima alima awrasahu Allohu ilma ma lam ya'lam. Kim bilgan ilmiga amal qilsa, Alloh unga u bilmagan narsalarning ilmini ato qiladi. Mana shu darsimizni va bundan keyingi ko'p darslarimizning birodarlar mavzusi mana shu hadis atrofida. Bilgan ilmimizga amal qilib olaylik-da, Alloh taolo qolgan biz bilmayotgan narsalarni o'rgatadi. Agar inson jasadi harom luqmadan pokiza bo'lmasa, qalbi gina kudrat, shunga o'xshagan qalb kasallaridan omonda bo'lmasa, qalbida haloyiqqa nasihat, shafqat bo'lmasa, riyozat bo'lmasa, xolis ibodat bo'lmasa, bu ilmdan umidvor bo'lmasin. Oshkor ilmni o'rganamiz, halol haromni o'rganamiz, unga amal qilamiz va biz hozir aytgan narsalarni qo'shamiz, shunda siz bilan bizga Alloh taolo ana shu ilmini ato qiladi. Basira. Alloh taolo Qur'onda aytadi: "Qul hadihi sabili ad'u ila Allohi ala basiratin." Ey Muhammad alayhisalom ayting, mana shu islom, mening yo'lim. Allohga da'vat qilaman basiratga ko'ra. Basira nima? Kimdir Allohning diniga shu basirosiz da'vat qilayotgan bo'lsa, mana shu oyatning nassiga, dalolatiga ko'ra bunday odam Rasulullohga tobe emasligi ma'lum bo'ladi. Basira nima? Basira murod maqsadni anglashlik. Bu borliqdagi vujudimizning daqiq falsafasini bilishlik. Basira nima? Hayotning haqiqatini bilishlik. Basira nima? İnsonning bu hayotga kelishlik sirini bilishlik. Basira nima? Koinot, hayot va inson haqidagi haqiqatni bilishing. Basira nima? Qayerdan kelding, qayerga ketasan, dunyo hayotidagi eng katta yutuq nima? Shuni bilishing. Sen dunyoda qilishing mumkin bo'lgan eng katta yaxshilik nima? Mana shu basironi nimaligini tushunishliging. Dinga da'vat qilyapti, dinda orqadagi maqsadini tushunmaydi. Hikmatini tushunmaydi, dinga da'vat qilaveradi. Va uning da'vati teskari natijani berib turaveradi. Mana shu dinning orqasida ko'zlangan maqsadni, hikmatni tushunishlik birodarlar nima deyilar ekan? Basira deyilar ekan. Hikmat. Hikmat haqida shoshilmasdan fikr qilishimiz kerak. Astagfirullah, yu'til hikmata man yasha va man yu'tal hikmata faqad utiya khayran kathira. Alloh taolo hikmatni o'zi xohlagan bandaga ato qiladi. Endi Alloh kimga shu hikmatni ato qilgan bo'lsa, juda ham katta xayriyatni, juda ham katta yaxshilikni beribdi. Hikmat Qur'onda ikki xil keladi. Mufrad alohida holatda keladi va kitob so'ziga ulanib keladi. Agar hikmat so'zi alohida kelsa, uni ma'nosi bir xil. Agar hikmat so'zi kitob so'ziga ulanib kelsa, ma'nosi yana bir xil. Agar hikmat so'zi alohida kelsa, u nubuvvat ma'nosida bo'ladi. Ibn Abbos aytadi, Qur'on ilmi, uning nosixi va mansuxi, muhkami mutashobihi, avvali keyini, haloli va haromi, shunga o'xshash narsalar hikmat deydi. Zahok aytadi, hikmat Qur'on va uni fahmlash. Mujohid aytadi, hikmat Qur'on, ilm va fiqh. Ayrim ulamolar aytadi, hikmat
so'z va amaldagi to'g'rilik, savob. Yana aytiladi, hikmat nima? Har bitta narsaning ma'nosini va uni haqiqatini tushunishlik. Hasan aytadi, hikmat dinda qo'rquvchi bo'lishga olib boradigan narsa. Agar hikmat so'zi kitob so'zi bilan birga kelgan bo'lsa, bu o'rinda sunnatni bildiradi. Yuallimuhumul kitaba val hikma. Ularga kitobni va hikmatni o'rgatadi. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning asosiy vazifasi odamlarga ular uchun nozil bo'lgan narsani bayon qilib berishlik. Hikmat haqida aytilgan eng go'zal ta'riflardan biri Imom Mujohidning so'zi bo'ladi. Hikmat nima? Hikmat haqni tanish va unga amal qilish. Haqni tanish va unga amal qilish. Shu odam hikmatli odam, shu odam hakim odam bo'ladi. Chunki inson haqni tanib turib amal qilmayotgan bo'lishi mumkin-da. Yoki bo'lmasam haqni tanimadi, lekin amal qilyapman deb o'ylaydi. Siz hakimmisiz? Sizda hikmat bormi? Ikkita narsa bo'lish kerak. Haqni taning va unga amal qiling. Hikmat ikki xil bo'ladi. Ilmiy hikmat, amaliy hikmat. Ishlarning botiniga qarash, oqibatini ko'rish, satrlar orasini anglash, dalolatlarni tushunishlik, maqsadni anglash, natijalarni bilish bu ilmiy hikmat. Ana shu ishlarni botiniga qarash, oqibatini ko'rish, satrlar orasidagi narsani anglash, dalolatini tushunish, maqsadni bilish, natijadan xabardor bo'lish. Amaliy hikmat nima? Har bir narsani o'zining o'rniga qo'yish, o'zining hajmiga qo'yish, qo'shmasdan, oshirmasdan, kamaytirmasdan, shoshiltirmasdan, kechiktirmasdan vaqtida qilish. Hikmat kerakli ishni chiroyli suratda vaqtida bajarishga aytiladi. Kerakli ishni, hamma ishni emas, kerakli ishni chiroyli suratda, eplama emas, chiroyli suratda va har qachon emas, vaqtida bajarish. Hattoki birodarlar, o'rganilgan har bitta narsani aytaverish ham hikmatsizlik. Nima degani bu? Kitobda o'qidingiz, ilmdan xabardor bo'ldingiz, ammo bu qavm ko'tara olmaydi uni hozir. Uni aytib bo'lmaydi. O'qigan, o'rgangan ilmingizni hammasini gapiraverish ham hikmat emas, chunki bir majlis bor, A ni ko'tara olmaydi. Ikkinchi majlis bor, B ni ko'tara olmaydi. Aytdik-ku, da'vatdagi hikmat kimga, nimani, qayerda, qachon, qanday qilib gapirishni bilish da'vatning hikmati. Man talaba shay'a qabla awanihi uqiba bihilmanihi. Mana shu yoshlarga tegishli narsa. Ozgina kitob o'qidik, sal gapirishni o'rgandik, ozgina ilmdan xabardor bo'ldik, 5-10 ta odam orqamizdan erchidi. O'zimizni olim his qilib qoldik. Rahbarlikni, boshliqlikni, shaharni domlasi bo'lishga da'vo qilib qolamiz. Hikmatda aytilyapti, kim bir narsani talab qilsa, u narsaning hali vaqti kelmasdan turib, o'sha narsadan mahrum bo'lishligi bilan balolanadi. Hikmat nima? Hikmat kimga, nimani, qayerda, qachon va qanday qilib aytishni bilishlik. Ahmadga falon narsani aytish kerak, ammo Zaydga bu narsani aytib bo'lmaydi. Endi hikmatni qarshisida nima turadi? Hamoqat turadi. Ahmoqlik turadi, tentaklik turadi. Bu darsimizdan ko'zlagan maqsadimiz ilm olinglar deb qo'yishlar emas. Ilmga undab qo'yishgina emas, balki ilmni ziyoda qilishga undash. Yana bilmagan narsang haqidagi ilm hikmat deyiladi. Qarang, nimaga kofirlarning g'arbda hayoti zo'r, musulmonlarning hayoti nochor? Mana buni hikmatini tushunmaysiz. Buni sirini, hikmatini tushunmaysiz. Orqasidagi hikmatni tushunmaganligingiz uchun siz har yerda o'ylanib, siqilib, bo'g'ilib yurasiz. Shu savolni beradi. Nimaga musulmonlar Allohning aziz bandalari bo'lsa, musulmonlar orqada qoloq desa har yerda innomay qolasiz. Endi qarab turing. Agar sizning nazaringizda bir inson boy badavlat yashayotgan bo'lsa, demak Alloh uni yaxshi ko'rgan bo'ladi. Agar kambag'al bo'lsa, buni aksimi? Agar shunday fikrda turgan bo'lsangiz, sizda ham hikmat yo'q ekan. Chunki Alloh bir bandani yaxshi ko'rganligini belgisi
bu dunyo matohi emas. Fir'avnga o'zini zamonidagi eng katta saltanat berildi. Yaxshi ko'ramidi Alloh Fir'avnni? Lekin bu yerda Qorun Musa alayhisalom qavmidan kofir edi. Eng katta boylikni berdi zamonasiga. Nima? Alloh Qorunni yaxshi ko'ramidi? Yo'q. Ha, endi tushundingiz hikmatni. Alloh dunyoni berganligi shu bandani yaxshi ko'rganligi emas ekan. Alloh yaxshi ko'rgan bandasiga nimani beradi? Walamma balagha ashuddahu ataynahu hukman wa ilma kazalika najzil muhsinin. Qachonki u balog'atga yetgach, biz unga hikmatni va ilmni ato qildik. Biz muhsin bo'lgan bandalarimizni shunday mukofotlaymiz. Yaxshi ko'rgan bandasiga ilm berar ekan, hikmat berar ekan. Muhsin bo'l, senga ham shu hikmatni Alloh taolo ato qiladi. Chunki qo'lingdagi dunyoing har qancha katta bo'lmasin, birodar, o'lganingda ajraysan. Dunyoing qoladi. Ammo ilm hikmating bo'lsa, ilm va hikmating bo'lsa, o'lganingda ham bu narsa senga asqatadi. Sen bilan qabringga ham kiradi bu ilming, hikmating, oxiratda ham sening yoningda turadi. Eng oliy martaba, birodarlar, ilm martabasi. Alloh taoloni tanishga olib boradigan eng ulug' martaba. Agar Allohni tanigan bo'lsang, sen hamma narsani taniding. Alloh taolo aytadi: "Ya ibn Adam, utlubni tajidni." Ey odam bolasi, meni izla, topasan. Fa idza wajadtani wajadta kulla shay. Agar meni topsang, hamma narsani topding. Agar meni topolmasang, hech narsani topolmading. Men senga hamma narsadan ko'ra mahbubroqman. Kim aytayapti buni? Meni topsang hech narsani yo'qotmading. Meni topsang hech narsani yutkizmading. Agar meni topmagan bo'lsang, biror narsaga ega bo'lganing yo'q. Ali ibn Abi Talib aytadi: aqli bor inson o'ylab ko'rsin. Alloh taolo Muhammad alayhisalomga dunyo matohini bermagan vaqtida Muhammad alayhisalomni Alloh xor qildimi yoki u zotga ikrom ko'rsatdimi? Bermaganda aziz qildimi, xor qildimi? Aziz qildimi? Agar kimdir xor qildi desa, aniq yolg'on gapiribdi. Agar ikrom ko'rsatdi desa, va bu to'g'ri gap. Agar Alloh payg'ambarimizga dunyo matohini bermasdan payg'ambarimizga ikrom ko'rsatdi desa, dunyo matohidan boshqa narsani olmagan odamni Alloh xor qildi degani bo'ladi. Tushundingizmi? Qo'lida dunyo matohidan boshqa hech narsa yo'q, na iymon bor, na solih amali bor. Agar faqat dunyo matohi qo'lida turib boshqa hech narsasi bo'lmasa, Alloh shu bandani nima qildi? Alloh bu bandani xor qildi. Muhammad alayhisalom 25 yoshida o'zidan 15 yosh katta bo'lgan Xadicha onamizga uylandi. 25 yil hayot kechirdi mana shu onamiz bilan. Payg'ambarimiz boy emas edi. Uyi kichkina, dunyo matohi yo'q. Lekin maqsad u dunyo matohi emas edi-da, o'shuning uchun saodatli edi u zot sallallohu alayhi vasallam. Dunyoga kelishdagi asosiy maqsadni anglash kerak, birodarlar. Asosiy hikmat shu. Allohni topgan banda nimani yo'qotibdi? Allohni topmagan banda nimani topibdi? Bechora dunyo ahllari dunyoga kelib ketishdi, lekin dunyodagi eng shirin narsani, eng go'zal narsani totishmadi, bilishmadi. Nima edi u? Allohni tanishidi, unga oshiq bo'lishidi, unga intilishidi. Birodarlar, bu darsimizda faqatgina ilm olinglar demoqchi emasmiz. Aytmoqchi bo'lganimiz, ilmni ziyoda qiling. Jannat eshiklari ochiq. Unga harakat qilgan odamlar uchun u eshik ochiq. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Ishtaqtu li ahbabi." Ahboblarimni, ya'ni qalbimga mahbub bo'lgan ummatlarimni ko'rishlikka mushtoq bo'ldim dedilar. Sahobalar: "Avalasna ahbabuka?" Axir biz sizni qalbingizga mahbub bo'lgan odamlar emasmizmi? Biz sizni habiblaringiz emasmizmi? Rasululloh aytdilar: "La, antum ashabi." Sizlar meni ashoblarimsizlar, hamsuhbatlarimsizlar. Ahbabi unasun ya'tuna fi oxiriz zaman. Mening mahbublarim, mening ahboblarim oxir zamonda kelishadi. Al-qobidu minhum ala dinihi ka qobidi ala jamr. Ulardan dinini mahkam ushlagan odam xuddi cho'g'ni ushlagan odamdek bo'lib qoladi.
Ajruhum ka ajri sab'in. Ularning ajri 70 ta odamning ajrichalik bo'ladi. Sahobalar ularning 70 tasining ajri bizni bittamizni ajrimizchalik bo'ladimi? Yoki ularning bittasining ajri bizni sahobalarning 70 tamizni ajrimizchalik bo'ladimi? Deganida ularning bittasining ajri sizlarning 70 talarda ajri bilan teng bo'ladi dedi. Nimaga? Nimaga deb so'rash sahobalar. Aytdilarki, li'annakum tajiduna 'alal khayri mi'wanan va la yajidun. Chunki sizlar haqning ustida yordamchilar bor. Men turibman sizlarga yordamchi bo'lib haqning ustida. Ular haqning ustida turganida ularga yordamchi bo'lmaydi. Men vafot etgan bo'laman dedi. Ana shu uzotning ahboblardan bo'lishiga Alloh taolo hammamizga nasib qilsin. Bu narsa birodarlar faqatgina ilm yo'li bilan bo'ladi. Ilm yo'li bilan bo'ladi, ilm yo'li bilan bo'ladi. Ilmimiz qancha ko'paygan sari, basiratni, hikmatni tushunganimiz sari, Parvardigorimizga darajamiz ko'tarilib yaqin bo'lganimiz sari himmatimiz oliy bo'ladi. Va boshqalar ko'rmagan narsani ko'ramiz. Boshqalar tushunmagan narsani tushunamiz. Boshqalarga Alloh bildirmagan narsalarni bilamiz. Oshkor ilm o'zi 3 ga bo'linadi. Birinchisi 5 ta his qilish a'zolari bilan o'rganiladigan ilmlar. Ayrim ulamolar bu ilmni hissiy ishonch deb atashadi. Ko'zimiz bilan ko'ramiz, jasadimiz bilan haroratni his qilamiz, quloqimiz bilan ovozni eshitamiz. Demak, his qilish a'zolari bilan bilib olinadigan narsalar, bular hissiy ishonch deyiladi. Ilmni birinchi ko'rinishi. Bundan tashqari inson ta'lim orqali o'rganadigan ilmi, ma'rifat ham bor. O'qib, eshitib. Astagfirullah. Inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid. Albatta bunda ogoh qalb egasi bo'lgan yoki o'zi hozir bo'lgan holda quloq tutgan kishi uchun eslatma ibratlar bor. Oshkor ilm birinchisi hissiy ilm, ikkinchisi eshitish orqali o'rganiladigan ilm, uchinchisi aqliy istidlol. Inson aqlini ishlatib, tafakkur qilishi bilan topadigan ilmi. Demak, hissiy xulosa, xabariy xulosa, aqliy xulosa. Hissiy ilm, xabariy ilm, aqliy ilm. Demak, oldimizda oshkora va maxfiy ilm turibdi. A'zolar bilan his qilinadigan, eshitib o'rganiladigan, aql yurgizib o'rganiladigan ilmlar hamda istinbot orqali keladigan, tajriba orqali o'rganiladigan ilmlar. Man amila bima alima awrasahu Allohu ilma ma lam ya'lam. Bizni mana shu silsila darslarimizdagi ikkita hadis asosiy. Birinchisi nima edi? Man arafa nafsahu arafa robbahu. Kim o'zini tanisa, keyin Robbisini taniydi. Kim o'zini tanisa, keyin Robbisini taniydi. Biz o'zimizni, siz bilan bizga o'zimizni tanitadigan ilmni o'rganyapmiz. Ikkinchi hadis mana shu hadis. Kim bilgan ilmiga amal qilsa, Alloh taolo u inson bilmagan ilmini xabarini unga nima qiladi? O'rgatadi. Biz bilgan ilmimizga amal qilyapmizmi, yo'qmi? Demak, ilm martabasini o'qiyapmiz, birodarlar. Xo'p. O'tgan darsimizda ilm va hol degan ikkita narsani o'rgandik. Ilm yaxshi ekanmi, hol yaxshi ekanmi? Ilm yaxshi ekan. Hol bu inson o'zini saodatli his qiladigan, saodatni his qiladigan holati, ki nafsiy holati xotirjamlikda. Aytdik, hol insonni faqat o'zi uchun berilgan narsa, hol faqat senga foyda qiladi. Yonboshinglarga foydasi yo'q. Uni o'rgata olmaysan, uni ulasha olmaysan, uni sota olmaysan, u faqat senga foyda qiladi. Va aytdik, hol doim bir xil bo'lmaydi. Hol o'zgarib turadi. Ammo ilm esa Alloh azza va jallaning roziligi uchun xolis o'rganilgan ilm. Agar inson mana shu ilmga erishsa, Alloh unga ilmni ham beradi, boyaga holatni ham beradi. Ilm osmonda ichida suvni to'ldirib ketayotgan yomg'irli bulutga o'xshaydi. Yomg'irni tashab ketar ekan, suvni tashab ketar ekan, tog'i toshga, cho'lga, daraxtga tegadi, butun borliq foydalanadi. Shuning uchun inson o'zini holatini zo'r qilib, o'zini ruhoniyati bilan ovora bo'lib, hech kim bilan ish olmasdan burchakda ibodatini qilib o'tirganligi qayg'uda-yu.
ilm o'rganib turib millionlagan odamlarning qalblaridan o'rin olgan qadi. Birodarlar, ilm holdan afzal bo'ladi. Ilm holdan afzal bo'ladi. Aytdik, kishi bilgan ilmiga amal qilsa, Alloh taolo u bilmagan ilmlarni unga nima qiladi? O'rgatadi. Ilm majlisida o'tirdingizda, nomahram ayolga qarashlik harom ekanligini bildingiz. Gap tashishlik yomon narsa ekanligini bildingiz. Qo'yingki, gunoh amallarni qilmaslik kerakligini bildingiz. Endi shu bilgan ilmingizga amal qilsangiz, Alloh sizga bir o'zini marhamatini ato qiladi. Nima edi u? Maxfiy ilmni beradi. Maxfiy ilmni beradi agar bilgan ilmingizga amal qilsangiz. Mana ikkinchi ilm. Birinchisi oshkora ilm, ikkinchisi maxfiy ilm. Maxfiy ilm, qalb ilmi. Bu haqida bir so'z juda ham bir ajib, go'zal bo'ladi. Oshkora ilm olishing uchun madrasa kerak, mutolaa kerak, yodlash kerak, eshitish kerak, imtihon qilish kerak. Endi mana shu o'rgangan ilmimizga amal qiladigan bo'lsak, Alloh taolo mana shu maxfiy ilmni siz bilan bizga ato qiladi. Bilasizmi, bu maxfiy ilm qaysi qalbga beriladi? Qaysi qalbda paydo bo'ladi bu ilm? Bu pokiza qalblarda bo'ladigan, pokiza qalblarga kelib o'rnashadigan ilm. Alloh taolo Qur'onda aytadi-yu, astagfirullah, la yamassuhu illal mutahharun. Alloh taolo aytayapti, Qur'onni faqatgina pokiza insonlargina nima qiladi? Ushlaydi. Qalb ilmi sizga kelishligi uchun, maxfiy ilmga ega bo'lishligi uchun qalbingiz pokiza bo'lishligi kerak. Oshkora ilmlarning narxi kitob, domla, madrasa, mutolaa, takrorlash, yodlash, ekzamen. Narxi shu. U narxni to'lasangiz, bu ilmni natijasi kallangizda qoladi. Qalbga beriladigan maxfiy ilmni narxi pokiza qalb. Pokiza qalb kimda bo'ladi? Pokiza jasad egasida. Jasadingizni haromdan tozaladingiz, qalbingiz pokiza bo'ldi, bilgan ilmingizga amal qildingiz, endi sizga Alloh taolo maxfiy ilmni beradi. Alloh taolo aytadi: "Ey bandam, uzoq yillar, ko'p yillar davomida haloyiqning ko'zi tushadigan joyingni tozalading. Qayeringni? Jasadingni tozalading. Mening nazarim tushadigan joyini tozaladingmi?" Alloh taolo sizlarning suratlaringizga, jasadlaringizga qaramaydi, dedilar Rasululloh. Sizlarning qalblaringizga va amallaringizga qaraydi. Yawma la yanfa'u malun va la banun illa man atalloha biqalbin salim. U kun, qiyomat kun. Shunday kunki, insonning na moli dunyosi, na bola chaqasi foyda bermaydigan kun. Bu narsalar foyda bermaydi u kunda. U kunda nima foyda beradi? Agar ana shu kungi inson pokiza qalb bilan kelgan bo'lsa, qalbini pokiza qilib borgan bo'lsa, shu qalb unga foyda beradi. Men namoz o'qimaganimda zato dilim toza, eshitgansizlar-a? Lekin bu gapni gapiradiganlar ozayib ketdi, alhamdulillah. Chunki pokiza qalb egasi agar haqiqatan pokiza bo'lsa, amal qilar edi. Bu ilm, maxfiy ilm, toza jasadlardagi pokiza qalbdagina paydo bo'ladigan ilm. Toza jasad nima edi? Harom yemagan jasad. Ya Sa'd, atib mat'amaka takunu mustajaba da'va. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Sa'd ibn Abi Waqqosga: "Ey Sa'd, taomingizni, luqmangizni poklang, duosi mustajob odamlardan bo'lasiz" dedi. Tushunyapsizlarmi? Duoingiz mustajob bo'ladigan maqomga yetsangiz, demak, ulug' narsaga erishdingiz. Katta narsa berildi. Endi katta narsaga erishishlik uchun katta mehnat qilish kerak. Luqmani halol qilishlik demak oson ish emas ekan, birodarlar. Ma'qulmi? Bismillah deb yesangiz halol bo'lib qolavermaydi, hamma yo'q. Roziman deb bergan bo'lsangiz halol bo'lib qolmaydi. Rozi olib beradi, majbur bo'lgandan, mustor. 10 so'mlik telefonni olib keladi, 9 so'mga olib 10 so'm sotasiz. 1 so'm foyda qilardingiz. Endi bir odam keldida pulga muhtojligidan 7 so'mga berishga ham rozi bo'ldi. 5 so'm bersangiz olaman deysiz. Deganda rozi bo'lib beradi. Olib siz 10 so'mga sotasiz. U rozi bo'lib berdi, to'g'rimi? Shu pul halolmi sizga? U noilojlikdan rozi bo'ldi-da, uchi. U mustorning savdosi deyiladi. U rozi bo'lib berganda ham harom bo'ladi sizga. Endi bunaqa
harom deb qo'yib turib, savdoda yolg'on gapirib qo'yib turib, Xitoyda narsasini koreyskiy deb sotib turib, namoz o'qiydi yana. Maxfiy ilmga, qalb ilmiga erishishlik uchun birodarlar, inson riyozatda bo'lish kerak. Xolis riyozatda. Riyozat nima? Riyozat Allohning zikri, nafl namoz, qiyomul layl, Qur'on tilovati, mahluqotlar xizmatlari. Mana shu ishlarni ulamolar riyozat deydi. Xolis riyozat. Odamlarning xizmatida turishlik ham riyozatga kiradi. Odamlarga foydali inson bo'lishlik ham riyozatga kiradi. Faqat u odamlarga qilayotgan xizmatingizda Allohning roziligidan boshqa narsani maqsad qilmang. Toza jasad, pokiza qalb, xolis riyozat, oliy himmat, quloq tutishlik, mana shular maxfiy ilmning ayrim shartlari. Payg'ambarimiz aytibdilar: "Man amila bima alima." Kim o'rgangan, bilgan ilmiga amal qilsa, awratahullohu ilma ma lam ya'lam. Alloh bu banda bilmagan ilmlarni joylab qo'yadi qalbiga. Astagfirullah. Ya ayyuhallazina amanu in tattaqulloha yaj'al lakum furqanan va yukaffir ankum sayyi'atikum va yaghfir lakum vallohu zul fadlil azim. O'zi mana shu oyat bizga bir umrlik dars. Ey iymon keltirganlar, agar Allohdan taqvo qilsanglar, qo'rqsanglar, har bitta ishingizda, har bitta ishda, savdoda Allohdan qo'rqib yolg'on gapirmayapsiz. Hech kim ko'rmaganda ko'zingiz harom narsadan ko'zingizni tiyyapsiz. Allohdan rostokamiga qo'rqsanglar, har bitta ishingizda nima bor sizlarga? Yaj'al lakum furqona. Sizlar uchun furqonni beradi. Nima u? Furqon haq bilan nohaqni ajratadigan hidoyat. Alloh nurni beradi. Furqonni ulamolar nur deydi. Ki ana shu furqon bilan Alloh taolo sizga oqni oqligini ko'rsatadi, qorani qoraligini ko'rsatadi. Ziyofatga keldingiz, o'tirdingiz, oldingizda dasturxon turibdi. Shap-svet o'chib qoldi. Qop-qorong'i xona bo'ldi. Dasturxondan biror narsani ola olasizmi? Ko'ra olmaysiz-a? Bo'lmasam xilma-xil yeydigan narsalar turibdi, meva-cheva turibdi, har xil rangli, har xil shaklli, har xil bir masofada, likopda, vazada, xullas turibdi. Qali qiyom bor, somsa bor, qaymoq bor. Qo'lingizni uzatgani qo'qasiz. Nimaga? Biror narsani ontarib olmay, qo'limni qiyomga tiqib olmay. Nima uchun qo'qyapsiz? Yorug'lik yo'q. Chiroq lopati yongandan keyin mana hamma narsa ko'rinadi. Xuddi shunga o'xshagandek, agar siz Allohdan taqvo qilsangiz, Alloh sizga furqonni beradi, nurni beradi, uni nurida hamma narsani o'zining rangida ko'rishni boshlaysiz. Nimaga odamlar bir xato ishni qilib, pachag'i chiqib ketganligini ko'rib, boshqalari ibrat olmasdan o'sha ishni takrorlayveradi? Ko'rmas, jinni emas. Bir odam zulm qildi, mansabdor edi yoki qandaydir qo'lida quvvati bor edi, zulm qildi odamlarga. Haligi odam 1 yil, 2 yil o'tgandan keyin halok bo'ldi. Vayron bo'ldi dunyoda. Endi uni orqasidan shu mansabga o'tirayotgan odam ko'rib turib shu ishni yana qilaveradi. Nimaga qilyapti uni, bilasizmi? Mana shu furqon yo'q. Mana shu nur yo'q. Alloh bergan nur bo'lganida, to'xta. Mana ishni qiluvdi, oqibati manaqa bo'ldi. Mana odam bunday qiluvdi, oqibati bunday bo'ldi. Shuni qilmay der edi. Lekin u nimaga shu gapni aytib o'zini bu ishdan to'xtatmayapti? Nima yo'q? Endi tushunyapsizlarmi nimaga odamlar o'tgan safar bosib turib tarag'ida bosuvdi, yer tarag'ida. Sopkali peshonasiga urdi. Dars olish kerak u inson. Keyin yana xuddi o'sha tarag'ida kelib bosaveradi, yer tarag'ida peshonasiga kalta yeyaveradi. Nimaga bosyapti har safar? Alloh unga mana shu nurni bermadi. O'shuning uchun odamlarda bitta xatoni qilib turib, pachag'i chiqdi, keyin yana shu ishni qilayotganini ko'rib turib, hayron bo'lmanglar. Alloh unga shu nurni bermadi. Uni ko'zi ochilmadi. Ey iymon keltirganlar, agar sizlar Allohdan qo'rqsanglar, sizlarga furqonni beradi. Haq bilan nohaq narsani ajratadigan ilmni, nurni beradi. Bizda shu nur bormi, yo'qmi? Bizda shu nur bormi, yo'qmi?
Dada, mana sotaylik 300% ekan ishi. Bolam bo'lmaydi deydi. Harom bu deydi. Dada, mana qilaylik. Qo'y bolam deydi. Haligi bola ko'rda hali nuri yo'q. U dadani o'sha nuri peshanasida ko'zi ochilib qolgan. Kaltaga yorib, Alloh taolo nurni ochib qo'ygan. Qo'y bolam deydi, qilma deydi. Onani qarang yuribdi-yu, manoni qarang yuribdi, tek qo'y deydi. Ko'rasan deydi. Oradan 5-6 yil o'tgandan keyin nima deydi? 20 ga kirgan bola sal ko'cha-ko'yga ahli yetib qoldi, pul topishga ahli yetib qoldida, dada, mana qilib mo biznes qilaylik deydi. Bolam qo'y deydi. Mana qilaylik, bolam qo'y deydi. Xullas onasiga kelib aytadi, dadam hech narsaga ahli yetmaydi deydi. Yuragi ham yo'q, parosati ham yo'q deydi. 30 ga kiradi hali yigit. 30 ga kirib 10 yil yana oshcha yashadi-da. Dadasini aytgan ba'zi narsalarni hayotda ko'rishni boshladi. Dadam ham ahli yetar ekan bu narsalarga deydi. Endi 40 ga kiradi bu yigit. 20 yil yashadi. 20 yoshidan keyin. Qarasa dadasini hamma aytgan gaplari to'g'ri chiqdi. Dadam hamma yo'qni bilar ekan deganda dadasi o'lib qolgan bo'lar ekan o'sha. Chunki otasi hayot degan darsxonadan dars olib, o'sha nurga ega bo'lib qolgan edi-da. Bu Furqon degan ilmni ulamolar ba'zida nur deyshadi. Ba'zida basirat deyshadi. Ba'zida ilhom deyshadi. Ba'zida hikmat deyshadi. Qo'yingki taqvo qilsiz, bilgan ilmingizga amal qilsiz, Alloh taolo sizga bilmagan ilmingizni o'rgatadi deyapti. Agar taqvo qilsiz, bilgan ilmingizga amal qilsiz, Alloh taolo sizga Furqonni beradi. Furqon nima ekan? Nur, basirat, ma'rifat, ilhom, hikmat. Ma'rifat, ilhom, basirat, hikmat, nur bularni bari Alloh taolo boyagi oyatda va'da qilgan Furqon deyiladi. Ilm kasbiy bo'ladi yoki ishroqiy bo'ladi. Kasbiy ilmning narxi bu kitob, domla, madrasa, mudorasa, takrorlash, yodlash, ekzamen topshirishlik. Ishroqiy ilmchi. Ishroqiy ilmning narxi nima? Mana shu darsimizda shuni suhbat qilmoqchimiz, birodarlar. Agar seni birodar qalbingda gina kudurat turgan bo'lsa, hasad bo'lsa, kibr bo'lsa, bunaqa qalbga Alloh taolo o'zini bu nurini ato qilmaydi. Bunaqa qalbga Alloh taolo hech qachon nazar solmaydi, tajalli qilmaydi. Bunday qalb egasiga Allohning tuhfasi berilmaydi. Qalbing Robbning uyi bo'lishi uchun uni tozala. Agar ana shu nurga ega bo'lishini xohlaydigan bo'lsang, qalbingni pokiza qil. Jasad toza bo'lsin, rizqing halol bo'lsin, luqmang toza bo'lsin. Agar kasbing halol bo'lsa, jasading toza bo'lsa, nafl amallar bilan mashg'ul bo'l. Kasbingiz halol bo'ldi, jasadingiz toza bo'ldi, qalbingiz toza bo'ldi, endi nafl amallarni ko'paytiring. An Abi Hurayra radhiyallohu ta'ala anhu anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qala Allohu ta'ala Man aada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Hadisi qudusiy. Kim menga do'st bo'lgan bandamga dushmanlik qilsa, tahqiq men u odamga urush e'lon qilaman. Olimlar Allohning valiylarimi, valiylar emasmi? Olimlarni g'iybat qilmanglar. Olimlarni go'shini yemanglar. Ilmli odamlar haqida yomon gapirmanglar. Gapirsanglar yaxshi gapiringlar, bo'lmasam umuman gapirmanglar. Kim mening do'stimga deyapti Alloh taolo adovat qilsa, tahqiq bu odamga qarshi men urush e'lon qilaman. Va ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi. Banda men unga farz qilgan amallarni qilgandek boshqa amallar bilan yaqin bo'la olmaydi. Ya'ni Alloh taologa mahbub bo'lishlikni, Allohga yaqin bo'lishlik uchun birinchi navbatda farzlarni bajarishlik kerak. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Banda nafl amallarni qilib menga yaqinlashib kelaveradi, nafl amalni qilib yaqinlashib kelaveradi, to shu bandani yaxshi ko'rib qolaman. Nafl amalni ko'p qilgan bandani Alloh yaxshi ko'raman deyapti. Endi yaxshi ko'rib qolsa nima bo'ladi? Fa iza ahbabtuhu, agar shu bandani yaxshi ko'rib qolsam, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Shu bandaning eshitadigan qulog'i o'zim bo'laman. Va basaruhu alladhi yubsiru bihi.
Shu banda ko'radigan ko'zi men bo'laman. Va yadahu allati yabtishu biha. Shu banda ushlaydigan, ishlatadigan qo'li men bo'laman. Va rijlahu allati yamshi biha. Shu banda yuradigan oyog'i men bo'laman. Nima degani bu? Alloh yomon ko'rgan narsani ko'zi yomon ko'radigan bo'lib qoladi. Allohga yoqmaydigan so'zlarni quloqi eshitishni xohlamay qoladi. Allohga yoqmagan narsani qilmaydi qo'li bilan, Allohga yoqmagan joyga bormaydi oyog'i bilan. Endi shu ishlarni qilsa, yaxshi ko'rib qolsam, nima bo'ladi? Va in sa'alani la utiyanna. Agar shu bandan mendan so'rasa, aniq ato qilaman. Va in ista'ada bi a'adtuhu. Agar panoh tilasa mendan, albatta panoh beraman. Tushunarlimi? Nafil amallarni ko'p qilishlik Allohning muhabbatiga sabab. Sunnatni ko'proq o'qinglar, birodarlar. Nafil bo'lgan zikrlarni ko'proq aytib yuraylik, birodarlar. Bu Alloh taoloning siz bilan bizga bo'lgan muhabbatini kelishiga sabab bo'ladi. Endi Alloh sizni yaxshi ko'rib qoladigan bo'lsa, siz ikki dunyoda yutdingiz. Ma'rifat, ilhom, basiro, hikmat, nur deb atalgan ilmga, Furqonga yetishga harismisan? Unday bo'lsa, narxini to'la. Uni narxi nima ekan? Toza jasad, pokiza qalb. Harom xarishdan, harom luqmalardan toza bo'lgan jasad, gina, kudurat, hasad, adovat degan kasallardan pokiza qalb. Vassalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.